Yevropa davlatlaridan kelgan Uyg'ur o'smirlari Germaniya poytaxti Berlinda o'tmishga qaytish faoliyatiga qatnashgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining o'rnalashtirishi bilan Uyg'ur ona til maktablarida darsga qatnashayotgan Angliya, Fransiya, Belgiya, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya qatorliq Yevropa davlatlaridagi Uyg'ur o'smirlari 7 apreldan boshlab Germaniya poytaxti Berlinda o'tmishga qaytish faoliyatiga qatnashgan. O'tmishga qaytish nomli bu faoliyatga 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi 26 nafar Uyg'ur o'smirlari ishtirok qilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lageri siyosati bilan birga assimilyatsiya va majburiyat emgigi siyosati keskin davomlashmoqda. Xitoy Kommunist hokimiyati lager sirtidagi kishilarni hashar deb atiladigan majburiy emgikka sanmoqda. Xitoy ijtimoiy aloqa suplarida tarqatilgan sinlarda Xitoy lager sirtida erkin deb qaralgan Uyg'urlarning soqchilarning nazorati ostida etiz eriqlarda jismoniy emgakka majburlanayotganligi ko'rsatildi. Fransiya prezidenti Macron Xitoy ziyorati jarayonida Yevropaning Amerikaga ergashmasligi to'g'risidagi bayonotlari Germaniyada o'xshamagan munozir qo'zg'adi. Payshanba kuni boshlanadigan Germaniya Tashqi ishlar ministrligi Annalena Baerbockning 3 kunlik Xitoy ziyorati jarayonida bu munozirlarning kuchayishi mo'ljallanmoqda. Baerbock va uning Yeshil partiyasi Xitoyga qaratgan qattiq siyosatni qo'llaydi. Shunlashqa uning ziyoratining bu prinsip ostida elib berilganligi mo'ljallanmoqda. Saudiya Arabiston pokiz hidrogen energiyasi sohasida Xitoy bilan imzolangan tushunish eslatmasini tasdiqlaganligini e'lon qildi. Bu doirada Saudiya Arabiston Energiya ministrligi bilan Xitoy davlatlik energiya boshqarish idorasi o'rtasida pokiz hidrogen energiyasi sohasida va ikki davlatning bosh ishxonasi o'rtasidagi imzolangan tushunish eslatmasi tasdiqlandi. Tayvan jiddiylikdan keyin Beijing hukumatining 16 aprel Tayvanning shimolidagi havo bo'shligini 27 minut taqaydiganligi xabar qilindi. Tayvan qatnash va xabarlash ministrligi Beijing hukumatining qaroriga e'tiroz bildirdi. Tayvan qatnash va xabarlash ministrligining bayon qilishicha, Beijing hukumati oldi bilan 16-18 aprel oralig'larida bu cheklimani 3 kun yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan. Ammo Tayvanning inkosi sababli 27 minutga qisqartirilgan. Litva Tashqi ishlar ministri Gabrielius Landsbergis o'zlarining Xitoyning yordamisiz Yevropani qo'g'day oladiganligini bayon qilib, yordam so'rashning o'rniga biz cho'qim kuchimizni ko'rsatishimiz va dunyoga Ukraina, Yevropa va Amerikaning Yevropaga kapolatlik qilishini xohlaydiganligi va qila oladiganligini ko'rsatishimiz kerak. Bu biz avatadigan birdan-bir signal dedi. Landsbergis Twitter hisobida qilgan bayonotida Yevropaning mustabid hukumatlarini qo'llaganligi va bu davlatlarga sog'an mablag'ini tanqid qildi.